Bugun sizlarga meni ayamni tug'ilgan kuni qanaqa o'tganini ko'rsatib beraman. Bugun biz ayamni tug'ilgan kuni bo'lgani uchun san'at saroyiga piknik qilishga bordik. Birinchi o'rinda o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni oldik korzinkadan. Grill olish uchun kelgan joyimizda xuddi mana shunaqa kulgili yozuv bor ekan. Buni ham sizlarga qo'shish uchun videoga oldim. O'sha yerning o'zida cho'qi tortlari bor ekan. Biz o'sha yerdan tortni oldik korzinkadan. Tortlarni o'zini markaziga bormoqchi edik, lekin o'ylab qarasak juda ham uzoq bo'lib ketar ekan. O'shaning uchun korzinkani o'zidan oldik. Korzinka bilan san'at saroyining o'rtasi unchalik ko'p yo'l emas, ozgina yurib kelib joylashib oldik. Bugun o'zi ham kuni bo'yi aynan meni orqamdan quyosh quvdi. Kelib bu yerga narsalarni sizlarga obzor qilib berdim. Biz unchalik ko'p narsa olmadik. Korzinkadan ko'p narsa olganimiz yo'q, chunki deganda biz bugun zavtrakni yaxshi qilgandik. Deyarli qornimiz to'q edi. Bugun yakshanba ishlarni ko'proq qilamiz deb zavtrakni yaxshi qilgandik, lekin umuman bizni planimizda yo'q edi piknik qilish. Ertaroq uylarni yig'ishtirib, keyin piknikka keldik. Mana shu ko'rsatib o'tgan narsalarim sizlarga, shularni korzinkadan oldik. Biz restoran, kafe yoki boshqa narsalarni emas, faqat tabiatda o'tirib dam olishni istadik. Chunki deganda piknik qilmaganimizga ancha bo'lgandi, to'g'ri, lekin 1-2 marta keldik, u payt o'tirib mazza qilib qilmagandik. Mazza qilib bu yerda ovqatlanganman. Bu tortni ayamga men o'zim tanladim. Hammamiz o'tirib mazza qildik. Aytgancha pichoq olib kelish esimizdan chiqibdi. Korzinkani ham qidirdik, hech qayerda yo'q ekan. Obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Bizni bugungi xarajatimiz shunchaga tushdi. Har doim shunaqa pikniklarni qilib chiqib, narsalarimizni yig'ishtirib, ozgina progulka qildik-da, chiqib Lady Luxga keldik. Lekin men qidirgan kiyim yo'q ekan. O'shaning uchun na iloj deb indamasdan chiqib ketdik. Uyga kelib o'rdagimni erkalatdim. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'ling.